Qaranglar do'stlar, qanaqa chiroyli manzara. Shunaqa joydan egalarining raqami bilan sizlarga zo'r lokatsiyadan zo'r joy topib qo'ygan. Marg'ilon shahar Eshongizardamiz. Eshongizar suvdan o'tib kelganlaringda Domlodan tushib kelganlaringda 6-ko'chada egalarining raqami bilan xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Xonadonimizda gaz, svet, suv muammo emas, hamma yo'g'i bor. Hamma jihozlari bilan sotilyapti. Konditsionerlari ham qoladi. Xonadonni bitta ko'rib baho berasizlar. Eshongizardan uy olaman degan do'stlaringiz shu videoni yuborib qo'yinglar. Xonadonimizni mana tashqi ko'rinishi do'stlar, ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, shinam joyda joylashgan. Kirishlaring bilan chap qo'lda teplitsasi bor. Do'stim, bu yoqda endi sanuzel, hammom tualetlari. mana ko'rib turibsizlar. Sharoitlari chiroyli qilib qo'yilgan. Xullas ko'p narsa qoladi, mana oshxonasi, oshxona mebellari shunday qoladi. Hech narsani olib ketishmas ekan. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q lokatsiyada. Mana remonti ham yaxshi ekan. Remontlari ham bemalol kirib yashaydigan sharoitda mana. Yashil zonasi, har xil daraxtlar ekilgan. Mevalar eng premiumlari ekib qo'yilgan ekan. Mana tashqi oshxonasi bu, ko'rib turibsizlar. So'g'ri bor bu yerda. Ammo somonni olib ketishar ekan. Somon prezam bor. Qo'y boqqani, lekin juda qiziqadiganlar bo'lsa, chiroyli sharoit, mana salqin joylar, bunaqangi dekoratsiyalar ekib qo'yilgan. Bu yoqda to'yxonalar ko'rib turibsizlar mana do'stlar. To'yxonalarda juda ham chiroyli qilib qo'yilgan ekan mana. Do'stlar, bu xonadonimiz 2 yil oldin egalari tomonidan 43 ming dollarga olingan. Ozgina oldiga yursa berib yuboramiz deyapti. Sababi hozir jicha pul zarur bo'lib turibdi ekan. Ekrandagi raqamlar egalarining raqami, bemalol telefon qilib savdolashsa ham bo'ladi. Xonadonimiz 4,5 sotikdan salgina oshiqroq.